Assalomu alaykum. Bugun 69-mavzu kilogramm va gramm mavzusi bilan tanishamiz. Bu mavzuda massa, tarozi, gramm, kilogrammlar tushunchasini keng o'rganamiz. Endi birinchi misol, rasmlarga qarab qaysi obyekt eng og'ir va qaysi biri yengil ekanini aniqlang deyapti. Birinchi rasmga qaraydigan bo'lsak, tarozini ikkita pallasida banan bilan qulupnay turibdi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Qulupnay kichkina bo'lyapti banandan, chunki banan og'irroq turibdi. Endi keyingisini ko'radigan bo'lsak, apelsin bilan olma. Bular ikkalasi bir-biriga teng turibdi. Demak, apelsin teng olmaga. Endi uchinchisini ko'radigan bo'lsak, apelsin bilan bananni beryapti. Bizda apelsin og'irroq ekan, demak, apelsin katta bo'ladi banandan. Endi oxirgi ifodani ko'radigan bo'lsak, gilos bilan qulupnay turibdi. Bunda qulupnay og'irroq kelyapti. Demak, qulupnay katta bo'lar ekan gilosdan. Ana endi keyingi misol. Grammlarda ifodalang va massalarning qiymatlarini o'sish tartibida ayting deyapti. Xo'p, 1 kilogramm 1000 grammligidan foydalanib 20 kilogrammni 20.000 grammligini bilishimiz mumkin. Endi keyingisi o'zi grammda berilyapti, 200 gramm, undan keyingisi 3000 gramm, keyingisi 2 kilogrammimiz 2000 gramm bo'ladi. Oxiringisi esa 3 kilogramm 200 gramm. Bu 3 kilogrammimiz 3000 gramm bo'ladigan bo'lsa, 200 grammni qo'shsak 3200 gramm bo'lar ekan. Endi buni o'sish tartibida yozadigan bo'lsak, eng kattasi 20000 gramm va undan keyin 3200 gramm, keyin 3000 gramm, undan keyin 2000 gramm va oxirgisi 200 gramm bo'lar ekan. Uchinchi misol, har bir predmetning massasini grammlarda aniqlang deyapti. Xo'p, birinchi mevamiz ananas ekan. Ananasimiz tarozida ko'radigan bo'lsak 900 ga to'g'ri kelyapti. Demak, ananas teng 900 gramm bo'lar ekan. Endi keyingisi apelsinni ko'radigan bo'lsak, apelsin 100 ga to'g'ri kelyapti. Demak, apelsin teng bo'ladi 100 grammga. Va endi uchinchisi bulg'or qalampiri. Buni ko'radigan bo'lsak, 200 grammga to'g'ri kelyapti. Bulg'or barobar 200 gramm bo'lar ekan. Va oxirgisi qulupnaylarimiz 0 bilan 100 ni o'rtasiga to'g'ri kelyapti. Demak, qulupnay 50 grammga teng ekan. Xo'p, keyingi savol. Savollarga javob bering. Xaridning umumiy massasi qanday? Kim ko'p va qancha ko'p yukni ko'tarib kelgan? Xo'p, birinchi qizchamiz ikkita qo'lida yuk bilan, mana. Ikkinchi qizcha bo'lsa, mana. Endi birinchi qizchani yuki birinchisi 3 kilogramm 960 gramm ekan. Biz 1 kilogramm 1000 grammligidan foydalanib 2 kilogramm 2000 ligini bilishimiz mumkin. Endi 2000 grammga 960 grammni qo'shsak, 2960 gramm bo'ladi. Endi bu qo'lidagi sumkasini hisoblaydigan bo'lsak, 3 kilogramm 750 gramm. 3 kilogrammimiz 3000 gramm bo'ladigan bo'lsa, unga 750 ni qo'shsak, 3750 gramm bo'lar ekan. Va endi buni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 0, 11, 17, 6. Demak, birinchi qizchani yuki 6710 gramm ekan. Ikkinchi qizchani yukini hisoblaydigan bo'lsak, 4 kilogramm 280 gramm. 4 kilogrammimiz 4000 gramm bo'ladigan bo'lsa, 280 ni qo'shsak 4280 gramm bo'ladi. Endi bu qo'lidagi yukini hisoblaydigan bo'lsak, 2 kilogramm 460 gramm. 2 kilogrammimiz 2000 gramm bo'ladigan bo'lsa, unga 460 ni qo'shsak 2460 gramm bo'ladi. Va buni qo'shsak 0, 14, 7, 6, 6740 gramm ekan. Demak, birinchi qizchaniki 6710 gramm, ikkinchi qizchaniki 6740 gramm. Demak, 6000 qaysi biri ko'p yuk ko'targan? 6700
6710 gram kattami, 6740 gram kattami deyapti. Biz bilamiz 6740 gram katta. Demak, ikkinchi qizcha og'irroq yuk ko'targan ekan. Xo'p, 5-inchisi kilogramlarga aylantiring va ularni taqqoslang. Xo'p, birinchisi 5620 gram. Buni 5000 gram qo'shilgan 620 gram qiladigan bo'lsak, 5 kilogramu 620 gram bo'ladi. Endi bunisi bo'lsa 6520 gramda 6000 gram plus 520 gram qiladigan bo'lsak, 6 kilogramu 520 gram bo'ladi. Endi 5 bilan 6 ni solishtirib qo'ysak bo'ldi. Demak, 6 katta, bu taraf katta bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 12098 gram. Buni ham 12000 plus 98 qiladigan bo'lsak, 12000 gramimiz 12 kilogram bo'ladi. Bunisi 98 gram. 12 kilogrammi 98 gram bo'ladi. 12 kilogram 98 gram. Xo'p, keyingisi 1298 gram. Buni ham 1000 qo'shamiz 298 qiladigan bo'lsak, 1 kilogrammi 980 gram bo'ladi. Endi 1 kilogram kattami, 12 kilogram kattami? 12 kilogram katta. Demak, bu taraf katta bo'lar ekan. Uchinchisi 7134 gram. Buni ham 7000 plus 134 qiladigan bo'lsak, 7 kilogramu 134 gram bo'ladi. Bu tarafi 1734 gramni 1000 qo'shamiz 734 gram qiladigan bo'lsak, 1 kilogramu 734 gram bo'lar ekan. Endi 7 kilogram kattami, 1 kilogram kattami? 7 kilogram katta bo'lar ekan. Xo'p, 4-inchisi 5000 gram. Buni ko'rishimiz mumkin 5 kilogramga teng. Bu tarafi 3999 gram. 3 kilogramu 999 gram bo'ladi. Demak, 5 kattami, 3 kattami? 5 katta, bu taraf katta bo'lar ekan. 6-inchisi gramlarga aylantiring va ularni hisoblang. Xo'p, birinchisi 4 kilogrammi 309 gram. 1 kilogramimiz 1000 gramligidan buni 4309 ga tengligini ko'rsak bo'ladi. 4309. Unga qo'shamiz 2 kilogramimiz 293 gram. Demak, bu 2293 gramga teng bo'ladi. Va bularni qo'shadigan bo'lsak, 4309 ga 2293 ni qo'shsak, 6602 gram bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 8 kilogrammi 129 gram. Buni 8 kilogramimiz 8000 gramligidan 8129 ga tengligini bilsak bo'ladi. Xo'p, bu 8129 bo'ladigan bo'lsa, ayrimiz 5 kilogramimiz 5000 gram. Endi unga 37 ni qo'shadigan bo'lsak, 5037 bo'lar ekan. Xo'p, 8129 dan 5037 ni ayiradigan bo'lsak, 3092 gram bo'lar ekan. Demak, ikkinchi misolimiz javobi 3092 gram bo'lar ekan. Endi keyingisi 2 kilogrammi 760 gram. 2 kilogramimiz 2000 gram bo'ladigan bo'lsa, 760 ni qo'shsak 2760 bo'ladi va natijani 2 ga ko'paytiring deyapti. 5520 gram bo'ladi. Endi oxiringisi 3 kilogrammi 227 gram. 3 kilogramimiz 3000 gram bo'ladi. Unga 227 ni qo'shsak 3227 va natijani bo'lamiz 7 ga 461 gram bo'lar ekan. Hop, 7-savol. Bir xalta shakarning massasi 1 kilogrammi 980 gram. Bir xalta tariqning massasi esa bir xalta shakardan 3 marta kam. Bir xalta unning massasi esa shakar va tariqning birgalikdagi massasiga teng. Bir xalta unning massasi qancha? Hop, bizga birinchi navbatda shakarni beryapti. Buni gramlarda hisoblasak, 1 kilogramimiz 1000 gram, unga 980 ni qo'shsak 1980 gram bo'lar ekan. Endi aytayaptiki, tariqning massasi esa bir xalta shakardan 3 marta kam. Hop, tariq barobar mana shu 1980 ni bo'lamiz 3 ga.
Demak, tariqni massasi 660 gram ekan. Endi unni massasi esa shakar va tariqning birgalikdagi massasiga teng. Demak, un barobar 1980 qo'shamiz 660. Natija 2640 bo'lar ekan. Demak, bir xalta unning massasi 2640 gramga to'g'ri kelar ekan. 8-si rasm bo'yicha ifodalar tuzing, ularning qiymatini hisoblang. Xo'p, bizda tarozimiz yaxshi ko'rinmayapti. Demak, tarozini qiymatini hisobga olmaymiz. Biz o'zimiz mevalarning og'irligidan foydalanib buni hisoblab olsak bo'laveradi. Birinchi tarozimizda ko'radigan bo'lsak, ananas, banan, pomidor turibdi. Demak, ananas, banan, pomidor. Ananasning massasi 150 gram. Unga qo'shamiz pomidordagi 50 gram. Bunga qo'shamiz 100 gramni. 150 ni qo'shadigan bo'lsak 200 gram, 200 gramga 100 ni qo'shadigan bo'lsak 300 gram degan ifoda chiqadi bizda. Endi ikkinchisi bizda 1 2 3 4 5 ta qulupnayni beryapti. Bitta qulupnayimizning massasi 10 gramda. Demak, 10 gram ko'paytirilgan 5 barobar 50 gram bo'lar ekan ikkinchi tarozimiz. Endi uchinchi tarozi bo'lsa, bitta olma bilan 3 ta qulupnay turibdi. Olmamiz 120 gram. 120 ga qo'shamiz 3 ta qulupnayni, ya'ni 30 gramni barobar 150 gram bo'lar ekan. Xo'p, va oxiringisi bitta nok turibdi, 2 ta olma turibdi, bitta bulg'or qalampir turibdi va bitta pomidor turibdi. Nokimizning massasi 75 gram. Bunga qo'shamiz 2 ta olmamiz 240 gram. Bunga qo'shamiz bitta pomidorni 50 ni qo'shamiz bulg'or qalampir 125 ni. Xo'p, 75 ga qo'shamiz 240, qo'shamiz 50, qo'shamiz 125. Natija 490 gram chiqar ekan. 9 ifodalarni yozing. Bo'sh kataklarga tushirib qoldirilgan sonlarni shunday qo'yingki, natijada to'g'ri tengliklar hosil bo'lsin. Ifodalar ostidagi sonlar amallar natijasini ko'rsatadi. Xo'p, endi bizda mana 56 turibdi. Shu 56 dan foydalanadigan bo'lsak, biz bu yerga taxminan 7 ko'paytirilgan 8 deb yozamiz. Endi qaysidir sondan 56 ni ayirsak, natija 9 chiqishi kerak ekan. Xo'p, endi qaysi sondan 56 ni ayirsak, natija 9 chiqadi. 65 dan 56 ni ayirsak, natija 9 chiqadi. Endi 65 dan 56 ni ayirsak 9 chiqdi. 9 ga qanaqadir sonni qo'shsak 72 chiqar ekan. Demak, bu yerga 63 ni qo'ysak, natija 72 chiqar ekan. Keyingisi, xo'p, ikkita ayirma 9 chiqar ekan, keyin ko'paytiramiz ekan, keyin qo'shsak 100 chiqish kerak ekan. Xo'p, dastlab mana yerda 54 ga e'tiborimizni qaratamiz. 54 ga qanaqadir sonni qo'shsak 100 chiqar ekan. Demak, bu yerga 46 dan boshqa sonni qo'ya olmaymiz, chunki 54 ga 46 ni qo'shsak 100 bo'ladi. Xo'p, bu yerda topdik. Endi mana yerda 9 chiqyapti. 9 ni qanaqadir songa ko'paytirsak 54 chiqyapti. Demak, bu yerga 6 qo'yamiz ekan. Endi ikkita sonni ayirmasi 9 chiqish kerak. Bu yerga 12 ayrilgan 3 qo'ysak, natija 9 bo'ladi. 9 ni 6 ga ko'paytirsak 54, 46 ni qo'shsak javob 100 chiqar ekan. 10-si ifodalarda qavslarni shunday qo'yingki, natijada ularning qiymati 96 ga teng bo'lsin. Hop, biz qavsni ixtiyoriy joyga qo'yishimiz mumkin va natija 96 chiqishi kerak ekan. Dastlab mana shu 224 ni bu tarafga olib o'tvarsam, 40 bo'lingan 3 ayrimiz 3 ko'paytirilgan 9 barobar 96 ayrimiz 24, ya'ni 72. Mana shu yerga shunday qavs qo'yishimiz kerak, natija 72 chiqish kerak. O'zi 40 ni 8 ga bo'lsak 5 bo'ladi. 5 dan 27 ni ayira olmaymiz. Demak, biz qayergadir qavs qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga qavs qo'yadigan bo'lsak, 8 dan 3 dan ayirsak 5 bo'ladi. 40 ni 5 ga bo'lsak 8, 8 kare 9 72.
Demak, qavsni maykka qo'yar ekanmiz. Keyingisi 5 qo'shamiz 52 ayrimiz 45 ko'paytirilgan 13 96 chiqish kerak ekan. Endi dastlab qavsni qo'yib ko'rsam, qaysi sonni 13 ga ko'paytirsam 96 chiqadi. Unaqa son yo'q. Demak, bizni qo'ygan qavsimiz xato ekan. Endi 5 ni 96 ni yoniga olib o'tvoradigan bo'lsam, 52 ayrimiz 45 ko'paytirilgan 13 barobar 91. Endi 13 ni nechiga ko'paytirsam 91 chiqadi. 7 ga ko'paytirsam 91 chiqadi. Demak, mana bu yerga qavs qo'ysak, natija to'g'ri bo'lar ekan. 11. Barcha tarozilar muvozanat holatda 5 ta kvadratning massasini sharchalarda ifodalang. Hop, qaraydigan bo'lsak, bitta uchburchagimiz 1, 2, 3, 4, 5 ta sharchaga teng bo'lyapti. Endi mana yerda bitta uchburchakda o'rniga 5 ta shar qo'yadigan bo'lsak, bu yerda jami 6 ta shar bo'ldi. 6 ta sharimiz 2 ta sharu bitta kvadratga teng. Demak, bitta kvadratimiz teng bo'ladi 4 ta sharga. Endi bu yerda nechta kvadrat bor? 1, 2, 3, 4, 5. Hop, bitta kvadratimiz 4 ta sharga to'g'ri keladigan bo'lsa, 5 ta kvadratimiz teng bo'ladi 20 ta sharga. Endi bu yerda o'zi bitta shar bor ekan. Demak, bu yerga 19 ta shar kerak bo'lar ekan. 12 grammlarga aylantiring va hisoblang. Birinchisi 6 kilogramm 87 gram. 6 kilogrammimiz 6000 gram bo'lsa, 87 ni qo'shsak 6087 gram bo'ladi. Va unga qo'shamiz 1 kilogrammi 292 gram. 1 kilogrammimiz 1000 gram bo'lsa, unga 242 ni qo'shsak 1242 gram bo'ladi. Va natijani ko'paytirishimiz kerak 2 ga. 6087 ga qo'shamiz 1242 ni 7329. Buni ko'paytiramiz 2 ga. 14658 gram chiqargan. Hop, ikkinchisi 7 kilogrammi 920 gram. 7 kilogrammimiz 7000 gram. Unga qo'shamiz 920 ni. Va natijani ko'paytiramiz 3 ga. 23760 gram bo'lar ekan. Hop, endi 3 kilogrammi 402 gram. 3 kilogrammimiz 3000 gram bo'lsa, 3402 bo'lingan 7. Demak, bunisi 486 gram bo'lar ekan. Endi 23760 dan ayrimiz 486 ni. 23274 gram chiqar ekan. Hop, uchinchisi 3 kilogram ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 kilogram minus 1 kilogrammi 159. 4 kilogrammimiz 4000 gram bo'lsa, undan ayrimiz 1159 ni ko'paytiramiz 3 ga 8523 va natijaga qo'shamiz 2500 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 5000 chiqadi. Natija 13523 gram chiqar ekan. 5 kilogrammi 781 grammimiz 5781 chiqadi. 5781 bo'lishimiz kerak. Qavsni ichini alohida hisoblab oladigan bo'lsak, 480 ayrimiz 21 ko'paytirilgan 17. Qavsimiz ichi 123 ga teng bo'lar ekan. Hop, endi 5781 ni bo'lishimiz kerak 123 ga. Natija 47 gram bo'lar ekan. Va bizda oxirgi savol 13. Aziza 1 kilogrammi 500 gram olma, 1 kilogrammi 200 gram olcha va olcha qancha bo'lsa shuncha qulupnay sotib oldi. Xarid qilgan barcha mevalarni 5 kilogramga mo'ljallagan xaltada olib keta oladimi? Hop, natijani qo'shib chiqsak 5 kilogram chiqadimi deyapti. Endi hammasini gramga o'tkazib oladigan bo'lsak, 5 kilogrammimiz 5000 gram bo'ladi. Hop, olmamiz 1500 gram bo'ladi. Chunki 1 kilogrammimiz 1000 gram. Unga qo'shamiz bitta olchani.
Bu 1 kilogrammimiz 1000 gram bo'lsa 1200 gram bo'ladi va unga xuddi shuncha qulupnay demak olcha bilan teng bo'lsa 1200 gram olcha. Qulupnay endi 1500 ga qo'shamiz 1200 ni, qo'shamiz 1200 ni. 3900 chiqargan. Demak bizda 3900 imiz kichkina bo'ladi 5000 dan. Demak 5 kilogramlik xaltachada olib ketsa bo'lar ekan.